Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərqi Türkistan avazının kündilik xəvərlərini görüşünlərini qarşıladınız. Şərqi Türkistan sürgün dokumenti Cumhuriyet Reisi olan Osman Efendi tərəfindən yazılған Xitay irqchiliqi yoshurun angdin menbelen'gen irqchiliqtur namlı mühim makalesi 8 noyabir Hindistan Dövlətlik televiziya kanalları və asaslı torbətlərdə təfsili anlatılgan. Bunundan burun G'ulom Osman Efendi tərəfindən yazılgan qatliam Xitaylarning asosiy siyosati bo'lib kelmoqda. Şərqi Türkistan besilingan zaman işgərliki münazir talab qilmaydigan haqiqatdir namlı muhim maqolalarmo Hindistan Dövlətlik televiziya kanalları və asaslı torbətlərdə təfsili anlatılıb zo'r ta'sir qo'zg'agan. Yaqinda bu yan Şərqi Türkistan sürgün dokumenti bosh ministri Salih Xudoyer efendimo Amerika awazi bo'zish nuqtasi programmasi qatorliq muhim axborot o'rinlarining ziyoratini qabul qilib, Xitoylarning Şərqi Türkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi sodir qilayotgan jinoyatlari, shundaqla Şərqi Türkistanning Xitoylar tarafidan besilingan zaman ishgərligi qatorliq muhim masalalarni tafsili bayon qilgan. Biz bugungi bu programmamizda G'ulom Osman Efendi tarafidan yozilgan Xitay irqchiliqi yoshurun аңдин menbelen'gen irqchiliqtur namli maqolasini diqqatingizga sunamiz. İlim sahasida Xitoylarning tarix kitoblari boshqa bir manba tarafidan dalillanmaguncha Xitoy manbalari ishonchli deb qaralmaydi. Buning sababi butun dunyo Xitoylarning siyosiy ehtiyojlar uchun tarix yasab chiqadiganligini bilganligidandir. Hollandiyalik tadqiqotchi William Van Kemdani Xitoy, Hong Kong, Tayvan cheklik asadorlik shirkati nomli kitobida shunday degan edi. Xitoylar uchun tarix bo'lganlar emas, bo'lishga tegishliklardir. Qadim tarixlarda Xitoylarning muvaffaqiyatsiz harbiy yurishlari o'rda tarixchilar tarafidan g'albalik yurishlar shaklida yoziladi. Yolg'onning boshlanishi mana shu edi. Chunki Xitoy podshohlari tarixlarda o'zining g'olib podshoh, jahonni bo'ysundirg'uchi bo'lib xotirlanishni orzu qilg'achqa, tarixchilar haqiqatni yozishga petinamaydi. Shunga Xitoy bo'ysundirmoqchi bo'lgan, ammo mag'lubiyat bilan chekinib qaytib kelgan joylar bu tarixnomalarga bo'ysundirilgan qilib yozilgan bo'ladi. Keyingilar bo'lsa bu yolg'onlarni bir tarixiy paket sifatida ko'tarib chiqib, zamin da'vosi qiladi va keyingi yurishlar uchun qonuniy asos qilib oladi. Xitoy milliy psixikasida azaldan o'zlarini eng mukammal odam hisoblaydigan, boshqa millatlarni yovvoyi, hatto alvasti deb qaraydigan qarash ularning yoshurun engiga singib ketgan bo'lib, Xitoy irqchiliqi hech qanday boshqa irqlarning irqchiliqiga o'xshamaydigan tus elishni keltirib chiqargan. Bu hol Tayvanlik Xitoy professori Jin Guangsheng yozgan Xitoy millatining irqchiligi haqida notlar nomli maqolada nihoyat yaxshi tasvirlangan. Xitoylar o'zlarini dunyoning markazi deb qaraydigan odatmi mana shu o'ziga xos irqchilikdan manbalangan bo'lib, ular dunyo mana shu markazni davr qiladi. Dunyo shu markazdan boshqarilishi kerak degan gishinidir. Bu vaqtda Zebginov Birzinski Buyuk Yemirilish nomli kitobida Xitoy podshosining Britaniya podshosiga yo'llagan maktubda qo'llangan talabbuziga alohida diqqatni tortgan edi. Xitoy podshosi Britaniya podshosiga o'ziga tava baglarga xitob qilgandek talaffuz qo'llangan. Bundaq bir xil ahvolning hatto eng odatdagi o'qimagan Xitoylardan ifodalanishi bu xil atalmish oliy irq qarishining ularda erisi bir odat bo'lib ketganligini. Bu xil o'zini ulug' sanashning natsistlarning aryanchiligida mubakrak ishkilashgan, tug'ilish dili bo'lgan xulq ekanligini ko'rsatadi. Bundaq psixik yetilish ashu soxta tarix yasash odatining ta'siridan bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki har doim eng g'olib, har doim eng dono, qudratlik va ulug' qilib tasvirlashlardan iborat bo'lgan bu yolg'on tarix Xitoylarda ana shundoq atalmish ulug'liq hirs yaratgan bo'lishi cho'qim. Yolg'on tarix yasashning yana bir asosi bo'lsa Xitoylarning maqol tamsilisidagi yolg'onni 3 qatim takrorlasang rostga aylanur degandan qaraganda bak uzoqdan kelgan tarixiy yildizi bakmi cho'nqir bo'lgan siyosiy qarniyatchilik odatini ishoralaydi. Bugun bu hol o'zliksiz davomlashmoqda. Xitoylar eng kuchaygan davrlarda bir qatim bugungi O'rta Osiyoga, Samarqandga kengaygan bo'lib, Xitoy tarix kitoblari bularni bir qatimliq istilo harakat sifatida yozmasdan, balki bu yerlarni hatto toki Kaspiy dengiz sohillari, Oral tog'lariga qadar azaldan Xitoy tuprog'i bo'lganlik shaklda yozib, avlodlarining mengisi qo'ymoqda. Ular klassik Xitoy shoirlaridan Li Bayning Balqash ko'lining g'arbiy qirg'oqida tug'ilganligini iddia qiladi. Demak, butun O'rta Osiyo toki Yevropa qit'a chegarasi bo'lgan Oral tog'larigacha Xitoylarning atalmish o'z tuprog'i hisobda bo'lib, bundaq yolg'onlarni avlodlarining yoshurun engiga singdirib, ularni sistemalik, planliq turda qayta shakllantirishning milliy manfaat nuqtasidan foydasi shuki, bu avlodlar bu zamonlarni Xitoy zamini deb ishongachga, qachonki kuchaygan zamonlarda bu yerlarni qaytadan besib olishni o'zlarining milliy va vijdoniy burchi hisoblaydigan bo'ladi. Ularning ko'ngli yo'riqalda boshqalarning zaminni besib oldik deb emas, o'z haqqimizni qaytarib oldik shaklda idroklandi.
Şuna yalğan tarix to'qishni izchil davomlashtirish, o'rta maktab tarix darsliklarida yosh avlodlarning zihnlariga bu yolg'onlarni tarixiy haqiqat kabi o'rnatish Xitay irqchiliqining yana bir turdagi ifodasi bo'lib, ular atalmish Xitay markaz shirin tushining qanchalik utopiyalik bo'lishiga qaramay, har davrda uni rostga aylantirish yo'lida zerikmasdan avlodma-avlod planliq harakat qilib kelmoqda. Hatto bu yolg'on tarix bayonlarini atalmish paketlar bilan quvvatlantirish, ishondirish kuchini oshirish uchun atalmish asar atiqi bayqash o'yinlarini uyushtirib turishga sal qaramaydi. Masalan, Sherqiy Türkistonni azaldan Xitoyning tuproqi degan yolg'onni kuchaytirish uchun Xitoydan topilgan ba'zi asar atiqalar, Xitoycha xatlik hujjatlar maxfiy holda Sherqiy Türkistonga olib kelinib, Sherqiy Türkistondagi koni qabri, qadimiy shahar xarobalari qatorliq joylarga ko'milganligi va keyin chet ellik tadqiqotchilardan ba'zilarini guvoh qilib turib, bu yerdan qazib chiqarilganligi, o'g'irlik ko'mish jarayonida yuz bergan saychiliklar soyasida oshkorlanib qolgan edi. Xitoy bundaq saxta tarix yaratish o'yinlarida xeli ko'p qatim bakmo kulkilik ahvolga tushib qolgan hikoyalar ellikchida xeli kengri tarqalgan. Bundaq Xitoydan akilib Sherqiy Turkistonning har qaysi joylariga ko'milgan bu saxta dalillardan ba'zilari texish qayta bayqalmadi. Bundaq o'yinlarni qo'shni davlatlarda epamaydi deb kim kapolat bera oladi? Bir qitimliq istilo harakatidan qolgan izlarni yoki bir qitimliq sayohatdan qolgan izlarni zamin da'vosi uchun paket qilib ko'tarib chiqadigan Xitoylardan boshqa biri bo'lmasa kerak. Bugungi taraqqiyotlari Xitoyni atalmish markazlik shirin tushini ishga oshirishning eng uyg'un shartlariga ega qilgan bir davrda yashayotganligimizni, Xitoy kengaymichiligi xususida dunyo ahlining ho'shyor bo'lish kerakligini alohida eskartib o'ltirishimizning hojati bo'lmasa kerak. Chunki bu bak sir bo'lishdan qilib, kun sari Xitoy qarniyati oshkor ko'rilmoqda. Programmamizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.